İxlas Allohga rasul bo'lish, ichimizning teshimizning go'zal bo'lishi va barliq qilgan yaxshi ish va amal ibodatlarimizni faqat Alloh uchun qilish demakdir. Kishilarning maqtishi va hurmatiga sazovor bo'lishga o'xshash Allohning roziligidan boshqa har qanday maqsad bilan qilingan yaxshilik va amaliy ibodatlar xuddi nurg'un jafolarni tatib saxt pul to'plagan kishiga o'xshaydi. Qarmoqi kishilar uni noyat boy deb o'ylaydi, amaliyotda u pullarga hech narsa sotib olib bo'lmaydi. Aksicha ixlos bilan, ya'ni saf niyat bilan qilingan kichik ishlarning Allohning nazarida qimmati intayin yuqori bo'ladi. Buning misollaridan sahobalar davridan keyingi davr bo'lgan tabiinlar davrida Abu Nasruddin ismli bir odam bo'lib, bu odam ayoli va bolasi bilan noyat kambag'al turmush kechirdi. Bu adam bir kuni yigili bir narsa yo'q, bolalarining ayolining qusqoch holda yo'lda noyati g'amkin ketyapsa, shu yurtning diniy olimi Ahmad ibn Miskin degan odam uchrab qopti. Bu odam bu olim kishiga o'zining ahvolini aytib, noyati harg'in ekanligini, qursiqining och ekanligini debdi. Bu olim kishi bu odamni dengiz bo'yiga olibdi. Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qi, uningdan Allohdan tila. Abu Nasr tahorat qilib 2 rakat namoz o'qibdi va Allohdan tilabdi. Olim kishi Abu Nasrga "Endi to'rni dengizga tashla" debdi. Uzoq o'tmaylar bu odamga noyati cho'ng biliqdan birisi chiqibdi. Olim kishi bu biliqni bozorga olib setib, bolalarga tomoq sotib ol debdi. Abu Nasr biliqni bozorga olib setib, buning pulisiga 2 dona quymoq sotib olibdi. Quymoqni olib uyga qaytib olsa, yo'lda ochlikdan yig'layotgan bir ayol bilan uning bolasini ko'ribdi. Bu ayolning ahvoli xuddi o'zining ayoli va bolasiga o'xshash, noyat ochlikdan yig'layotgan ekan. Mening bolalarimning yemeklik topqudek mendek bir odam bor ekan, bu ayolning hech nimasi yo'q ekan deb o'ylab, qo'lidagi quymoqni bu ayolga berib o'tib, uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashganda bir qancha odamlarning bir odamning uyini izlayotganligini ko'ribdi. Ular dal Abu Nasr ismli bir odamni izlayotgan ekan. U odam o'zining Abu Nasr ekanligini aytibdi. Ular Abu Nasr bilan noyat qizg'in ko'rishgandan keyin, biz siz kichik vaqtingizda sizning dadangizdan 30 ming dirham qarz olgan, biz shuni qaytarib berish uchun kelgan deb bu odamga 30 ming dirhamni qaytarib berib ketib qopti. Abu Nasr buning bilan noyat xursand bo'lib, Allohga shukr qilib, bu pul bilan tijorat qilishga boshlabdi. Uzoq o'tmaylar shu yurtning boylaridan shundaqla saxovatni noyat ko'p qiladigan, hatto o'zining faxrlanadigan, hurmatga sazovor saxovatchilardan biri bo'ldi. Bu odam bir kuni tush ko'ribdi. Shunda bu odam vafot etib, qiyomat kuni tarozi maydoniga keltirildi. Bu odamning qilgan yaxshilik va xayr saxovatlarini tarozining bir pegiga qo'yibdi. Uningdan keyin bu odamning qilgan gunohlarini tarozining yana bir pegiga qo'yibdi. Qarg'udak bo'lsa, bu odamning shuncha ko'p qilgan yaxshilik va xayr ihsonlarini bu odamning gunohi besib ketibdi. Bu odam noyat qo'rqib ketib, mening qilgan yaxshiliklarim, xayr ihsonlarim nima ketdi? Qarab baqinglar, mening yana qilgan yaxshiliklarim bormi ekan debdi. Qarg'udak bo'lsa, bu odamning o'z vaqtida heliqi qursiq och ayol bilan uning bolasiga bergan 2 dona quymoqning savobi qopti. Uni taroziga qo'ygandan keyin xuddi ig'ir toshni qo'ygandek bu odamning yaxshilik bilan yomonlikka tenglashibdi. Bu odam yana cho'chib ketib, qarab baqinglar, mening yana boshqa qilgan yaxshiliklarim bormi ekan deb. Qarg'udak bo'lsa, quymoqni bergan vaqtda heliq ayolning xushallikdan ko'zidan to'kilgan yosh bor ekan. Taroziga sag'udak bo'lsa, tarozining yaxshilik peyi besib ketibdi. Yana qarab baqinglar, mening boshqa yaxshiliklarim bormi ekan deganda, qarg'udak bo'lsa, nonni bergan vaqtda heliq ayolning bolasining qilgan tabassumi bor ekan. Shu bolaning tabassumini taroziga solgan ekan, tarozi butunlay besib ketibdi. Atrofdagi farishtalar qutuldi deb to'lishib ketibdi. Noyatda tarvasqan, cho'chigan holatda bu odam tushidan uyg'onibdi. Bu odam ilgari qilgan har bir xayr saxovatlarini birma-bir o'ylab chiqibdi. Qarg'udak bo'lsa, 2 quymoqdan boshqa qilgan har bir sadiqalarga birisiga azroq riyo, birisiga azroq shuhrat, birisiga azroq mag'rurlanishga o'xshash har biriga azroqni g'ayri maqsadlarni aralashtirib qolganligini his qilib, Allohga qattiq tavba qilibdi. Demak, ixlos va niyatimizning sab bo'lishi bilan qilgan kichik ishlarimizni Allohning nazarida cho'ngiydi. Niyatimizning durust bo'lmasligi bilan qilgan cho'ng ishlarimizning Allohning nazarida qimmat olmaydi. Ixlos amal ibodatlarining ruhi, shundaqla amal ibodatlarining qabul qilinishining birinchi sharti. Abu Bakr roziyallohu anhu nurg'un qullarni setib olib Alloh yo'lida azod qilayotganda dadasi, "Balam, sen noyat ojiz qullarni setib olib azod qilyapsa, buning o'rniga kuchlikroq qullarni setib olib azod qilsang, vaqt kasini qo'g'daydi" degan vaqtida Abu Bakr roziyallohu anhu, "Dada, men bularni azod qilishda Allohning roziligidan boshqa hech qanday maqsadni aralashtirmadim" degan. Ixlos sabsutga o'xshaydi. Sirtin har qanday bir aralashmaning aralashishi bilan sut sab bo'lmaganidek, ixlosga har qanday bir maqsad qo'shilib qolsa, bu ixlos sab bo'lolmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan so'raldi. Bir odam Alloh yo'lida Allohning roziligini ko'zlab urush qiladi. Shuning bilan birga tilga chiqishni ko'zlaydi. Buningga qanday ajr berildi deganda, Payg'ambar alayhissalom %70% yoki %50% savob berildi demasdan, unga hech qanday ajr berilmaydi. Alloh faqat o'zi uchun xolis qilingan amallarni qabul qiladi degan. Dinimizda har bir musulmonning qilgan yaxshi ishlari va natijalari ibodat hisoblanadi. Musulmon har bir ibodatni faqat Alloh uchun qiladi. Agar bizning qilgan ishlarimizga Allohdan boshqa har qanday maqsad aralashib qoladi ekan, shirkka tushib qolgan bo'lamiz. Alloh taolo bu haqda hadisi qudusida mundaq deydi: "Men shirkka hech qanday bir ehtiyoj yo'q zotman. Qanday bir odam bir ishni men bilan boshqa birini shirk keltirib qiladi ekan, ya'ni maqsadiga mendan boshqani shirk qilib oladi ekan, men uni shirkka tashlab qo'yaman." Ixlos ya'ni niyatni saqlashtirish intayin qiyin bir jang. Nafs bilan ilib beriladigan eng muhim jihatlardan birisi. Bu
Bu kurashdagi eng chong dushmanimiz riyoxo'rlik, ya'ni bir ish qilishda boshqalarga ko'rsatishni maqsad qilish. Boshqalarga ko'rsatish maqsad bilan qilgan yaxshilikmi riyo bo'lganidek, boshqalarning ko'rganlik uchun bir yaxshi ishni qilmaslikmi o'xshashli riyo. Olimlar ixlosmand odamlarning bir qancha alomatlarini bayon qilgan bo'lib, ularning qatoridan ixlosmand odamlarning odam boyada qilgan ibodatlari bilan odam yo'q yerda qilgan ibodatlari o'xshash bo'ladi. Xayr ihsonni maxfiy qiladi. Boshqalar uning qilgan ishlarini maqtasa, uni so'zlab yurmaydi. Qilgan ishlari bilan mag'rurlanmaydi. Boshqalarning maqtishi bilan ko'kka ko'tarilib ketmaydi, so'kishi bilan to'xtab qolmaydi. Ixlos va uning dushmani riyo insonning qalbida bo'ladigan qalb amali bo'lib, o'zimizga talabchan bo'lishimiz, boshqalarga hukm berishdan saqlashimiz lozim. Chunki qalbni bilguvchi faqat va faqat Alloh. Falaysa li min manasib illam tudarik bi lutfin